Dvoykamizdan esa 2 kilo 120. Sizlar qo'shib turinglar, oxirida aytib o'tamiz nimaga o'lchaganimizni. Terma bilyoni esa 665. Etini esa 1 kilo 435. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga foydali bo'ladi. Endi buni kiyib ko'ramiz. Eng qulay joyi etini ip boylab o'tiribsizlar, shunday bo'lisizlar, bo'ldi qotadi. Suv o'tmaydi, ham yengil. Endi kombinezonimizga o'zingizga bitta baho beringlar. Xohlasanglar ustiga chiqarib qo'yinglar etin. Xohlasanglar ustiga tushirib qo'ysanglar, zamoklar bor, bemalol girovka qilsanglar bo'ladi. Bu komplektimiz hammasi Dakmani. Ichida mana terma bilyosi, mana materialni ko'rsatlar. Buni ham aseniy, viseniy har xil varianti bor. Qalin yubqasi, tegida shalvori. Bundan tashqari mana kombinezonimiz dvoykamiz xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ham yengil, ham yechib kiyishga qulay. Hamma joyda zamoklari bor, o'ta cho'mchilar bor. Menga eng yoqqan joyini aytaymi? Endi har xil vaziyat bo'ladi. Quyosh ketadi, issiq ketadi. Shuna kutib yonachasizlar-da, g'ira-g'ira shamol aylantiraverasizlar. Mazza-ku, to'g'rimi? Bu hali hammasi emas. Eng ko'p ishlaydigan joy tizzasida, uy orqa tarafida zaktalar bor, uncha-unchaga teshilib ketmaydi. Endi bitta men pupankasiga baho berasizlar. Yengilligini qaranglar. Men u kiyimni bunaqa yengilni endi birinchi marta kiyib ko'ryapman. Buni qog'ozda yozishi bo'yicha agar dvijeniyada yursa, masalan, yurasizlar, o'shanda -25 dan -30 gacha. Agar bitta joyda o'tirib, pinayda o'tiradi-yu, o'g'il. Ana o'shanda -11 gacha deb yozgan. Rahmatlarni ko'rsam, zashtalarni g'ira-g'ira shamol kirmaydi bu yerdan. Mazza qilib issiqqina o'tirasizlar. Eng gilamli esa menga yoqqani buni issiqligi. Zamoklariga alohida e'tibor beringlar. Bu ham juda ham mustahkam. Tepadan pastga ochiladi, yopiladi, pastdan tepaga ham ochiladi, yopiladi. Bu ham bitta qulaylik. Tepa tarafiga isib ketadimi? Rampa sekretni joyi bor. Shunda ochasizlar-da, buni ham havoni aylantirasizlar, ikki yog'och. Bu ham bitta qulaylik. Cho'mchak narsa bo'lsa, buni ham olaverasizlar. Menga juda ham yoqdi, sizlarga tavsiya qilaman. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga nomer qoldirib qo'yaveramiz, bemalol telefon qilib olaverasizlar. Rasmiylar kam qolgan, shoshilinglar. Hammaga rahmat.